Assalomu alaykum. Biz mana Nazarbek sanatoriyasimiz. Allohga shukr, mana yetishganiga shunchalikka 3-kelishim. Bu kelishim juda chiroyli bo'lib ketdi. Hamma yoq yaxshi. Mana hovlilar toza, xonalar jimjit, koridor yursangiz ham jimjitlik. Mana gullar ekilgan, hamma yoqqa juda chiroyli bo'lgan. Mana bu xohlasangiz kachelida o'tirishingiz mumkin, xohlasangiz chida o'tirib bemalol juda chiroyli qiling. Oshxonalarda ovqatlari juda yaxshi. Juda yaxshi. A'lodar, juda yaxshi ham a'lo undan. Mana shu rahmat, mana shu ma'muriyatiga ham, mana shu xizmat qilayotgan ishchilarga ham hammasiga rahmat quloq osing. Lechenelar ham juda yaxshi. Juda yaxshi. Menga o'zim juda yoqdi, misol uchun. Uncha emas. Haqiqatan yaxshi, rahmat. Shuncha. Biz o'zi xursandmiz. Shunday lechenerni qilishlar, Xudoga shukr, shu kunlarga yetgan bizga. Sanatoriy bizga yoqdi. Anjaqsa obod, ko'rkam. Doktorimiz bizga yaxshi muomala qilyapti. Hamma yoqlar gullar bilan bezalgan.